Bugun sizlarga katta bir sirni ochaman. Ko'pchilik bilishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni 7-8 yildan buyon kuzatib kelayotganlar 2020-yilda o'z salomatlik markazimizni ochganimiz va 2022-2023-yillarda esa Tangem Xan akademiyasiga asos solib, akademiyada 11 xil yo'nalishda onlayn ta'limni yo'lga qo'ygan edik. Alhamdulillah, o'zimizda 70-80 ga yaqin shogirdlarni chiqardik. 2025-yil esa Tangem nomi bandligi va bu nom ostida hech qanday rasmiy ishlay olmasligimiz haqida bizni ogohlantirmasdan monopoliya jarimaga tortamiz deb tahdid qilishdi. Va o'sha kundan boshlab meni sog'ligimda jiddiy muammolar boshlandi. Hech narsa behikmat emas. Alhamdulillah, biz taslim bo'lmadik. O'z nomimizni o'zgartirib, hozirda oddiy markazni Diet Este Tibet klinikasiga aylantirdik. Diet Este Tibet integrativ kosmomed klinikamizda asosan kasallik va muammolar asorati emas, balki sabablari o'rganiladi va o'sha sabablarga yechim beriladi. Sizni o'z klinikamizda kutib qolamiz.